Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana akalar bugun pravo olishdi. Hozir o'zlaridan qanday o'tgan ekzamen so'rab birma-bir savol-javob qilamiz. Qani, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bir o'zingizni tanishtiringchi. Assalomu alaykum. Ismim Normurodov Odilxon, Qashqadaryo Sharsabz shahridan. Ekzamen qanday o'tdi? Ekzamen zo'r. Bir kunga oldik. Bir kunda pravoni oldingiz. Mayli, rahmat sizga ishonch uchun. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring bo'ling. Rahimjonov Jamshid, Sirdaryo viloyatidan. Bizda hammasi zo'r, hammasi yaxshi. Pravani bir kunda hammasini hal qildik. Ekzaminlarga yordam bo'ldi. Ekzaminlarga yordam bo'ldi, hammasi joyida, hammasi yaxshi. Rahmat sizga ishonch uchun. Mayli, ishlaringizga omad. Assalomu alaykum guruhdagilar. Men Surxondaryo viloyati Sariosiyodanman. Ismim Dilshod. Hammasi zakonni bo'ldi. Bir kunda oldingiz pravoni. Bir kunda oldik, hammasiga yordam. Ekzaminlarga yordam bo'ldi. Yordam bo'ldi. Rahmat sizga ishonch uchun, omad sizga. Qani, bir o'zingizni tanishtiringchi aka. Assalomu alaykum. Namangan viloyatidan Islombeyman. Azam akam orqali pravo oldik. Rahmat. Hammasi yaxshi. Bir kunda vajdaniyani, test hammasini topshirib, pravoni olib ketyapman. Rahmat, mayli sizga ham ishonch uchun. Assalomu alaykum. Men Toshkentdaman. Shartizdan. Pravoni oldik bir kunga. Ekzaminlar qanday o'tdi? Hammasi yaxshi bo'ldi. Bir kunda pravoni oldingizmi? Pravoni. Rahmat sizga ishonch, ishlaringizga omad. Bir o'zingizni tanishtiringchi. Assalomu alaykum. Men ismim Jamshid, Surxondaryodan men. Bir kunda pravoni oldik. Ekzaminlarga yordam bo'ldi. Yordam bo'ldi. Rahmat sizga ham. Ishlaringizga omad. Assalomu alaykum. Azam akani podpischiklari. Men Andijon viloyatidanman. Ismim Jahongir. Pravani oldik. Xudo xolasa mana ekzaminlarga yordam bo'ldi. Pravani olib, xudo xolasa qaytyapmiz bir kunda. Rahmat sizga ishonch uchun. Aziz aka, o'zingizni Navoiy tanishtiringchi aka. viloyati Zarafshon shahridanman. Mana Azam aka tufayli mana bir kunda pravani olib uyga qaytyapmiz. Moskvaga katta rahmat. 100% Azam akaning yordami bilan pravani oldik. Rahmat aka sizga ishonch uchun. Barchaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'zingizni tanishtiring aka. Ismim Sunnatullo, Buxorodanman. Azam aka tufayli mana pravani oldik bir kunda, ekzamenga yordam bo'ldi. Rahmat chotka hammasi. Omad. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Samarqanddan Hasan, Azam akani tanishlariga. Pravga yordam bo'ldi, bir kunda ekzaminlardan o'tdik, hammasi yaxshi, testlar juda atlichno bo'ldi. Rahmat sizga. Mana ko'rib turganingizdek akalar, mana shuncha qani bir qo'l ko'tarib qo'yingizlarchi. Mana qoyil. Rahmat mana zakkoni shuncha odam mana bir kunda pravani olib qaytishdi. Mayli shu akalarni ham kelgushlariga omad. Agar sizlarga ham Rossiya prava kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga. Sog' bo'ling, omon bo'ling.